上口别往上跳。打他没了，打人了。 Qutbi kunduzi dala maydonida xitoylik shaxs Kalashnikov AK-74 avtomatidan o'q uzayotgani aks etgan video tahririyatga kelib tushdi. E'tiborlisi bu nishonga olish mashqi O'zbekistonda, aniqrog'i Toshkent viloyatida sodir bo'lgani aytilmoqda. Bu videoni Kevin K nomli foydalanuvchi WeChat ijtimoiy tarmog'iga joylagan va unga Yangiyo'l shahrida olingan deya belgi qo'ygan. Kun.uz aniqlashicha ushbu holat Toshkent viloyati Qibray tumanida sodir bo'lgani taxmin qilinmoqda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tekshiruv boshladi. Videoda ushbu shaxs ochiq hududda turib, nishon sifatida qo'yilgan yelim idishlarga o'q uzmoqda. O'q otish joyi sug'oriladigan ekin dalasi bo'lgan. Uning qo'lidagi qurol optik mo'ljalga olish qurilmasi bilan jihozlangan AK-74 rusumidagi jangovar avtomat bo'lishi mumkin. Kun.uz ushbu videoni Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limiga taqdim etdi. Boshqarma matbuot kotibi Bobur To'laganovning ma'lum qilishicha, videoda ko'ringan shaxslar Toshkent viloyati Qibray tumani mahallasida ro'yxatga olingan va ayni paytda Farg'ona viloyatida yashaydi. Qurolning manbasi uni olgan joyiga aniqlik kiritilyapti, dedi Bobur To'laganov. Ma'lumot uchun, qurol to'g'risidagi qonunga ko'ra jangovar qurolni va uning o'q-dorilarini olish, saqlash va ulardan foydalanish faqat maxsus organlar hamda harbiy tuzilmalar tomonidan amalga oshiriladi.